Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan iftorli dasturxon uchun juda ham mazali chiqadigan olchali pirog tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi qiladigan ishimiz iliq sutimizga tuz, vanilin, dro'jja, shakar solib aralashtirib olamiz. So'ng bitta tuxum solib, yana yaxshilab aralashtirib, massamizni tayyorlab qo'yamiz. Endi keyingi qiladigan ishimiz elangan unimizga margarinimizni solib, yaxshilab kroshka qilib olamiz. Kroshka qo'yganimizdan so'ng bu massamizga birinchi ishimizni solib, yumshoq qo'lga yopishmaydigan xamir qo'rib olamiz. Xamirimizni 1-2 soatga xolodilnikka tindirib qo'yamiz. Endi olchali nachinkamizni tayyorlaymiz. Idishimizga olcha, shakar, kukuruzni kraxmal, sariyog' solib, gazga qo'yib, kovlab turamiz. Nachinkamiz tayyor bo'lgandan so'ng ozgina sovutib olamiz. So'ng xamirimizni ikkiga bo'lib, bittasini qolipimizga yoyib olamiz. Ikkinchi xamirimizni esa qolip razmerida ustiga yoyib olamiz va ustiga shunaqa videoda ko'rsatilgan kabi uzor qilib kesib chiqsangiz bo'ladi. Piroglarning usti juda ham chiroyli ko'rinadi. Mazali pirogimiz ham tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Alloh roziligi uchun duo qilib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'laman.